Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxonlarga sari kitoblarimizni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Alisher Navoiyning Mahbul ul Qulub asaridir. Mahbub ul Qulub asari Navoiyning umri davomidagi butun hayotiy kuzatishlari asosida yozilgan. Shu boisdan har bir ijtimoiy tabaqa aniq tasvirlangan. Ushbu kitob orqali xalqimiz orasida allaqachon maqolaga aylanib ulgurgan Navoiyning hikmatli so'zlaridan ham bahramand bo'lasiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qish uchun sizlarga tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.